Yaponlar o'zini o'zi o'ldirish haqida hech qayerdadir eshitganmisizlar? Agar eshitmagan bo'lsanglar, videodan oxirigacha ko'ringlar. Agar qaysidir yapon juda ham kuchli stressga tushib qoladigan va undan chiqa olmaydigan bo'lsa, o'z oyog'i bilan borib o'zini o'ldiradigan maxsus o'rmonlar bor. Va bularning bittasi Aokigahara o'rmoni. Bu o'rmon haqida men profilimga avval video ham joylaganman. U jami bo'lib 200 mingdan ortiqroq ko'rilib, menga 1000 dan ortiq yangi obunachilarni olib kelgan. Va shundan bilishimiz mumkinki, bunaqa narsalarga qiziqadigan odamlar yetarlicha. O'zim ham juda ham qiziqaman. Hozirgi paytda bir haftaga ishimdan dam va u o'rmon meni uyimdan 150 kilometr uzoqroqda. Menga bu narsa juda ham qiziq. Nima deysizlar, u o'rmonga borib ko'raylikmi? Sheriklarim bor o'zimni. Borib sizlarga kontent qilaymi chiroyli? Albatta o'z fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Agar shu videoga chiroyli bitta poddershka qiladigan bo'lsanglar, albatta o'rmonga borib sizlarga chiroyli bitta kontent qilishga harakat qilaman. Albatta u kontentni o'tkazib yubormaslik uchun agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Juda ham qiziq bo'ladi.